Malların bari taş değil mi mallar? Mallar taş, yağışmaz da bana. O tepeler yağış iken. Taxalluslar, ya'ni Buxorolik degan ma'noni bildiradi. U kishi 810-yil 20-iyul juma kuni Buxoroning hozirgi Qorako'l tumani Poykan qishlog'ida tavallud topganlar. U kishining otasi o'z davrining ilmli, ziyoli kishilar biri hisoblangan. Onasi ham oqila, pokdomon, dindor ayol bo'lganlarga u kishining boshqalarga o'xshamaydigan, ajratib turadigan bir xususiyatlari bo'lgan. U kishi o'z farzandlariga oq sut beradigan tahoratsiz emizmagan ekanlar. Buxoriy bobomiz 2 yoshga qadar boshlariga og'ir musibat tushib, otalaridan ajrab qoladilar va bir necha fursat o'tib ko'zlariga O'zi boshida shunday edi ishlangan. Hozir bu tepada turgani maketi. Biz hozir bobomiz Imom Buxoriy yotgan pastga tushamiz. Pastda Imom Buxoriy yotgan joyga boramiz. Yerda hozir tilovat qilib Qur'on o'qib chiqamiz. Ostida ko'rasizlar. Ha, qabr ostida. Endi undan ham avval kelgan vaqtda o'zi qabr tuproqda yotibdi. Bizlar tuproqqa kirganmizda, endi hozir ko'p odam bo'lgani uchun kirgizmayapti hozir. Endi hozir Imom Buxoriy to'g'risida aytdi, eshitdinglar, balkim tushunmagan bo'lishlari ham mumkin. Imom Buxoriy bobomiz ko'z ko'rmay qoladi kichkina vaqtida. 2 yoshda, 3 yosh atroflarida ko'z ko'rmay qoladi. Keyin onasi ko'p duo qiladi va keyin Alloh taolo uning ko'zini ochadi. Yoriladi ko'z. Ko'z ochiq bo'lib odam nur beradi, bizlarga o'xshab ko'ra boshlaydi qaytadan. Bu yerda aytyapti, shu onaning duosidan, onasini shu ishonganligi. Ishonadi, Xudo baribir ochadi degan narsani. Ya'ni otasi kichkina vaqtda o'lib ketadi. Dadasi o'layotganda ayolga tayinlab ketadi, sen bolani o'qit deb. Qayta aytadi. Faqat o'qit deydi-da, tayinlaydi. Endi onasi har kun ertalab qarang, kichkina 4 yoshar bola. Eshikning oldiga chiqib turar ekan. Odamlar bomdod namoziga o'tayotganda shunday qo'shib berar ekanda erkaklarga. Borib namozga borib, azonda bomdodda qaytib keladi. 4 yoshdan boshlab, 4 yoshda. Har kuni odamlar o'tib ketadi, eshikdan qaytadan eshikka kirib qo'yadi. Endi bizning holatimizni ko'z oldimizga keltirib, 18 yoshar, 20 yoshar bolamizni ham turg'izolmaymiz-da hozir masjidga bor deb. Erkaklarni tem bo'ldi turg'izamiz. Hamma uyda yotibdi hozir. Biroq bu ishonchni pastga Imom Buxoriyning oldiga tushganda yaxshilab duo qilib olasizlar. Xohlagancha duo qilsanglar bo'laveradi.
Oğlu küçük hakim Murad'ın savunduğunu görevlerine ilişkiler yapıyoruz. Yani onların sanatlarıyla Peygamberimizin hoş geldiniz. Yetkilerine fark yok. Kayısınızlar, kayısınızlar, ameliyatlar, eğitimlerinde kayıtlılar. Yahut 5 günlük sargı kahvelerden gidiyor. İşlerimizle, yapılarımızla, oyunlarımızla, Mana qarangizlar. Hozir bizlar kelib turgan joy bu Ruhabat deb nomlanadi. Ruhiy piri. Amir Temur bobomizning ruhiy piri. Ustozi bo'ladi. Bular ikkovi faqat tushda uchrashadi. Shu holatda, tush holatda. Ya'ni Amir Temur bobomiz qiyin ahvolga bir narsaga tushsa, bu kishi tushiga kirib to'g'rilab turadi. Endi bu odam oddiy odam emas ekanini hamma biladi. Nega desangizlar, kim Tarixi Muhammadiy kitob o'qisangizlar, shu Tarixi Muhammadiyda ham yoki alohida internetga kirsangizlar, Uvaysi al-Qaraniy degan odam o'tgan. Uvaysi al-Qaraniy payg'ambarimiz tirik vaqtda yashaganda, biroq payg'ambarimizni ko'rolmagan. Bormoqchi bo'ladi yarim yo'lga, onasi qolib ketyapti yolg'iz, onasiga qaytib keladi. Har kuni ketdim deb ketadi, yana yarim yo'lga borganda onasi qolib qolyapti, yana qaytib keladi. O shunday hayot shu bilan o'tadi u kishining. Yarim yo'lga borsa, oti yerga kirib ketadi oyoqlari. Yuramaydi. Yana shu yerdan qaytadi. Endi payg'ambarimiz bu odam payg'ambarimizga ko'rmasdan turib oshiq bo'lgan odam. Vaysiylik degan narsa bor. Ko'rmay oshiq bo'lish, ko'rmay birovlarning shogird tutish, birovlarning vazifasini bajaradigan narsalar borda. Shu Uvaysi al-Qaraniyga payg'ambarimiz dunyodan o'tayotgan vaqtda kiygan yantak deymizmi, kiyib oladi ustida yaxtak. Yaxtagini Hazrati Umarga berib, Hazrati Umar bilan Hazrati Ali ikkoviga berib, shu odamga olib borib berasa deydi. Keyin u payg'ambarimizga shunchalik oshiq bo'ldi, uning ketolmagan bir sabab onasini tashlab ketolmadi. Tushunyapsizlarmi? Tirik turibdi, payg'ambarimiz ish qilyapti, dinga odam chaqiryapti, urushga boryapti. Borg'isi keladi, lekin ona qolib ketyapti. Bu yerda ham onaning qadr qimmatini ko'rsatib beradi, birinchidan. Ikkinchidan, dinga bo'lgan ishtiyoqi ham bor. Shuning uchun payg'ambarimiz o'zining kiygan kiyimini shu odamga yuboradi. Ya'ni uning bunday oshiq bo'layotganini biladi, distansiyada turib biladi. Ikkovi uchrashmagan. Единственный ikkovi ham tirik turib, ikkovi bir-biri bilan uchrashmagan odam. Uvaysi al-Qaraniy internetga kirsanglar, kinosi ham bor. Borib bir ko'rib chiqasizlar. Endi qaranglar, ne kelib turibdi bu masala. Bayog'i Hazrat Umarga berdi, u kiyimni olib beringlar deb. Olib berdi, bu boshqa shaharda bo'ladi, orasi katta shahar. O'sha kiyim bir odamdan, bir avliyodan ikkinchi avliyoga o'tdi deyapti. Ikkinchi avliyodan uchinchi avliyoga o'tib, keyin bu kishiga to'g'ri keldi. Deyapti, boya tuya bilan ketayotgan vaqtda tuya ham bir направление ketib qolib edi, bu yoqqa bo'ysunmadi deyapti. Endi borgan yerda uni kutib oladi, bir avliyo kutib olyapti. Kutib olib, omonatini topshirdi. Shunda payg'ambarimizning sochi bilan boyagi kiyim bo'ladi. U kiyimni o'zi kiyadi, sochini saqlab qo'yadi. Bu sochi mana kirpishning orasiga qalanadi. Kiyimi ham bu kishi dunyodan o'tgandan keyin kiyimi ham qalangan bu yerga. Qalavergan uning orasiga. O'rslar buni, o'rslar 1860-70 yillar kelgan vaqtda bu yerni buni buzadi. Buzib, boyagi narsa ketdi, yo'q. Soch qoladi, sochni topolmagan, biroq boya aytayotgan kiyim, chapon bilmaymiz kimda ekan. Endi u bir yoqqa ketmaydi, qayerdadir bo'ladi, uni biladigan odam oladi, bilmaydigan olmaydi hech qachon. Endi qaranglar, bu odam 7 yil Makkada imomlik qildi. Makkaga bir borganda shunchalik imomlik qildi. Endi aytyapti, Xitoyga borib, Xitoyda hozirgi musulmonlarning hammasi o'sha kishining orqasida dinni qabullagan. O'sha kishining orqasida. Podsho shunchalik yaxshi ko'rganini o'zini yolg'iz qizini beradi. Ana yolg'iz qiz qo'shilib yasib ko'ryapsizlar. Xitoy imperatorining qizini beradi buga. Endi avliyolar holatni yaxshi biladi, qanday bo'lishini, qachon ketishini, qanday bo'lishini hammasini biladi. Faqat bu yerda bir masala bor. Men o'lsam, men Samarqandga olib qo'yinglar desa, buga ishonib dinga kirganlarning hammasi baribir o'zining aytgan ishlab Samarqandga ketar ekan degan narsa bo'lmasligi uchun, o'zining atrofida o'ziga ishonganlarni ko'nglini og'ritib qo'ymasligi uchun u ne dedi? Men o'lsam, mening o'lgan jasadni o'rab, tabut deyapti u. Bu yerda kigiz masalasi bor. O'rab, kigizga qilib nega soldi? Bizda endi sizlar bir narsa tushuninglar. Bu tabut degan biz bir yerdan ikkinchi yerga olib borish uchun qo'llanamizda. Avvalgilarda kigiz qo'llanilgan. Kigizga o'raladi, tamam. O'rislarda tabut bilan qo'shib ko'madi. Bizda dinda oq surpga o'raladida bo'ldi, ko'miladi. Endi shunda tuyaga qo'y dedi. Tuyaga qo'yadi, tuya qayerga borsa, shega qo'yinglar dedi. U biladi tuya mana shega kelishini. Tushunyapsizmi? Bu atrofdagi buga ishongan odamlar buga
Yani baribir o'ziniki bizda bor shu narsa, baribir o'ziga tartib ketdi. O'sha narsa ana boyagi buga ishongan musulmon bo'lganlar ko'ngillarida bir narsa qolib ketmaslik uchun ishlangan narsa. U tuyaga qo'ydi, tuya bir aytyapti 3 oy yurdi deyapti. Endi Xitoyning qayerdan kelganini bir Xudo biladi. Bir rivoyatda aytyapti 3 oy yurdi deyapti. Bir holatda aytyapti 6 oy yurib ketdi. Endi sizlarga savol. Bir Aşı karma karşı eşik. Amir Temur babamızın yaptığı. Abi Ahmet Keseyir'in babamız yaptığı arkası eşik yaptı. Yani ağzın kim geçip tuttu? Ben kırmadım Shunday qilsanglar 10 chaqir topib turibdi. Bu Amir Temur bobomizga tegishli bo'lgan ayollarning topi. Rabiya Begim. Faqat Sulton Rabiya Begim ham deb yozib qo'ygan, biroq edi emas Sulton Rabiya Begim Turkistonda. U tukaslab yozgan. Faqat bir ichida Sulton Rabiya Begim Turkistonda. Ahmet Yasaviy bobomizga qarama-qarshi zdaniya turibdi. Shu Sulton Rabiya Begim zdaniyasi. Endi qolgan butun ayollari отдельный joy. Mayaqda eshik. Bu sirtdan kiriladi. Bir. Endi Amir Temur bobomiz yapgan yeni ko'rdinglar. Yanında ustoz yaptı. Ya. Keyin arkasini ko'rsanglar, qiraqda yapgan joyi bor. Arkasini eshik. Urush bo'lganda shuni ochganda urush bo'lgan joyi. Endi u arkada. Oldin chiqib arkasini ko'rsanglar, bunda eshikni yozib qo'ygan. Yerda prямо tuproqda yotibdi. Tuproqda boya 2 tonnali ustiga yashikanda qoldi. Mana beton qo'yilgan. Bu betonni bir ay harakat qilib açamagan bo'ladi. Bir ay harakat qilgan achish uchun. Açılgan kuni urush boshlangan. Endi urush boshlanganda bunday masala bor. Bu yerda eng birinchi masalalardan biri Amir Temur bobomizni mana nechun endi Stalin bo'lib qoldi degan so'rab. Amir Temurni o'qib bo'lgandan keyin yondagilarga aytadi, Amir Temur degan nimani beradi? O'zchalik. Temur degan Stalin. Unda men Amir Temur. Shu kundan boshlab Amir Temurni o'qigan kuni bu o'ziga Amir Temur deb at qo'yadi. Ya'ni Stalin deydi. Men Temirman. Yo'q, Temirman degan taxallusni prямо oladi. Amir Temur degan kim bu shu Temirni prямо o'ziga oladi. Shu kundan boshlab Amir Temurni o'qigan kundan boshlab Yosif Vissarionovich Stalin bo'ladi. O'zi Yosif Vissarionovich Jugashvilini olib tashladi, Yosif Vissarionovich Stalin bo'ladi. Endi shu kuni endi o'qib chiqdi. Rostdan shundaymi yo'qmi deb ekspeditsiya beradi. Samarqandga ekspeditsiya kelganda buni antropolog Gerasim